Okay. Selam. Başlandık. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'un aldıdaki dünyanın her qaysı çağırki YouTube'daki qarindaşlar hammalarınki muşu vaqti ve bununki vaqt hayırlık olsun. Biz bu Kur'an'ın Nezeri programınınki bugünkü 29. kısmıda aldığınki 28. kısmıda sözlep ötken mezmununki yani davami karakteriyle ayollar ve ularınki rulu ve farkı toğruluk toxtulub ötümüz qadirli qarindaşlar. Bu ayol meselesi Kur'an-ı Kerim'de bir qancha yerlerde tilga ilinadi. Ondan başqa özümüzün hayatında bazı hata en'envi düşüncelerdeki göz qaraşlar veya hata tercümeler veya rivayetlerge asasen ayollarni xor ko'rish meselesi fakat biz Uygurlarning meselesi emas, bütün dünyadaki Müslüman yoki Müslüman bo'lmagan insoniyatning bir meselesi. Bunu bugün biz Ustaz Kerem Zahir Efendi bilen birlikte Kur'an'ın Nezer'nin 29. sanıda Kur'ani yüzünde karab çıkmakçı. Buyurusla Ustaz, qanday ahvallar yaşamdan tutulma? Allah. Aleykümselam ve rahmetullah. Qanday ahvallar edicimotullah. Yaxşı. Şükür. Bir tətilini qilib, arada bir başlagandıq, yine bir to'xtab qoldik. Sizlar qadar saqib yaxshi bo'lib qoldimi hali? Yaxshi, Allohga shukr. Bu ayol meselesi beklam çoğun bir tema var. Bular ayollar kelgan vaqtida. Bizde bu hatta bizdeki xotinlar ayollarga mazlum deb ataydi. Mazlumni chaqiradi yoki deganga o'xshash mazlum deydi. Shunga o'xshash shu mazlum degan zulm o'chirish degan gap emas, shundaymi? He. Haqiqatan endi shu mazlumlar chaqirgan o'xshash amaliyotda shu zulm qilyapmiz ayollar uchun. Bilib bilmay yoki bo'lmasa diniy vojibotlarni amalga oshirish yo'lida xato ishlangan ba'zi narsalarninki zanjirisidan, kishanlaridan tamamen üzülüp chiqqanimiz yo'q. Eğer bunu Kur'ani nezerden qaragan vaqtimizda qanday bo'ldi Ustaz? Assalomu alaykum, dunyoning xos joylari hurmatli qarindoshlar, Allohning shu vaqti xayrli bo'lsin. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Endi bu ayol meselesi aslında şu burunqi bu hukuk meselesini başlanan hukuk davamı meselesiniki davamı yani. Mana qaraqında. Yani erlerin hukukları qayercilik, ayolların hukukları qayercilik, erlerinki özü hususiyeti, mecburiyeti, onun alaylığı qayercilik, ayolların qayercilik. Bunun özüne yaxşı düşünüş gerek. Bu yerde misal ayollar meselesi kelgan vaqtda unaqa o'xshash deymiz endi. O'xshash degan vaqtning o'zida hamma ishlar o'xshash degan bunda bir ma'noda bu qilishi bu bir xato narsa. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda Sura Niso'ning 34-oyatida الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله degan mush oyatni o'qigan vaqtimizda yana Qur'oni Karimning boshqa yerida Alloh taolo Odam alayhissalomni yaratganligi, u Odam alayhissalomni yaratgan narsadan uniki ayolni yaratganligi haqida oyatlar bor. Ya'ni bu nimani bildiradi desa, ikki xil narsani emas, bir xil narsani yaratgan, bir xil narsadan bir inson degandanki ikki turini, ya'ni mana bir-birini to'liqlaydigan. Ya'ni erlar bu lekin dunyoda ayollar bo'lmasa, erlarning hech qanday roli bo'lmaydigan, xuddi to'q o'xshash misolda. Plus bo'lsa, minus bo'lmasa, u vaqtda u to'qning hech qanday ahamiyati bo'lmaydi yani.
Xuddi shunga o'xshashlar, tugmanning ikki tal teshik bo'lmasa, un chiqmaydi odatda. Xuddi shunga o'xshash hamma narsa jup-jup bilan bo'lganga o'xshash. Alloh taolo insonni shunday yaratgan, ham bu yerda nima desa, bu ikkisi to'liq o'zi rolini joriy qildira olishi uchun. Ya'ni birisi bo'lmasa, birisi hech qanday rolni joriy qildira olmaydi. Uning uchun o'zi to'liq bir rolni joriy qildirish maqsadida Alloh taolo shu ikkisini shunday yaratgan. Ammo bu yergi narsa nima degan vaqtda biz farqlantirib olgan narsa ikkisiniki yaratilish xarakteri ayrim-ayrim bo'lgan bu yerda. Yani erlarniki ayrim, ayollarniki ayrim. Erlarniki erlik o'rinda, ayollarning ayollik o'rinda bunday yaratilgan. Bu yerdagi adolat, Alloh taolo Qur'oni Karimda nurg'oyat adolat haqida so'z ochdi. Adolat degan bir so'zning o'zimi nima desa, uning shar'iyda va'zu kulli shay'in ala mawzu'i degan ibora bilan shar'iylar. Har narsani o'z o'rniga qo'yish ma'nosida. Yani bu nimani bildiradi desa, erlar o'zini erlik o'rniga qo'yish, ayollar o'zini ayollik o'rniga qo'yish. Bu bo'lgan vaqtida bu har ikkisi o'zining qimmati bilan, o'zining alohidligi bilan, o'zining xususiyati bilan, o'zining majburiyati bilan yashay oladi. Eğer o yerda erlar o'ziniki alohidligini, xususiyatini, majburiyatini yo'qotgan vaqtida o vaqtda o ayol o er bilan o'lsanmaydi inson. Masalan, ba'zan erlar bor, o'ytirgandan keyin qozon beshiga o'rib go'shtni jiq to'g'rayotding, piyozni az to'g'rab qo'yding, kichkina uni jiq sepotding deydigan bunday erlar borlig'ini anglayman. Bunun o'xshash ushshaq kepakda gapni qiladigan misolda hamma ishga ushshaq tushak ishning hammasiga ayollarning ishlari aralashib olgan. Bunday erlar bilan ayollar odatda o'ystanmaydi. Xuddi shunga o'xshashlar ayollar davomli erlarga hamma ish aralashib olsa-mu, u vaqtda er o'ystanmaydi. Bu yergi narsa nima degan vaqtda har ikkisi bir-biriga ortiqchilikqa, bir-biriga roliga, bir-biriga alohidlikka o'zi nima qilish, hurmat qilish, yo'l qo'yish asosida. Bo'lgan vaqtda har ikkisi o'z o'rnida turib, ish qilgan vaqtda bu vaqtda o'zi o'zining rolini to'liq joriy qildira oladi, o'ziniki o'rnida turgan bo'ladi, u vaqtda u o'zining yarashig'i bilan turadi. Misol hamma narsa kitob kechakning o'zini o'sha kitob tizilgan jazoni tizilgan vaqtda bu chiroyli turadi. Uni olib oyoq yeshil oyoqqa bir tashlab qo'ysa aslat ko'rinadi odam ko'ziga. Oyoqni akilib, kitob tizilgan oyoqqa ekib qo'ysak, u vaqtda u yarashmaydi. Hamma odam zon qildi. Xuddi shunga o'xshash erlarni o'ziniki erlik o'rnida, erlik majburiyatni ado qilish bilan, erlik xususiyati bilan bo'lgan vaqtda Alloh taolo yaratgan holatdagi bir holat bilan turgan vaqtda ayollarni shu ayollik xususiyati bilan ayollik majburiyatni ado qilib turgan vaqtda bu uy nihoyatda yaxshi, bir oila yaxshi ma'noga. Buni nima deydi Qur'on desa, Qur'on buni huquq masalasi deydi. Ya'ni ayollarniki haqqi, huquqi, erlarniki haqqi, huquqi masalasi bor bu yerda. Davomli o'z erlar o'zi uyda tamamen xo'jayin bo'lib, podshoh bo'lib, ayollarga zulm qilgan, ayollar o'zi davomli ko'rib qaraydigan bunda holat bo'lib qolsa, u vaqtda u ermo o'ziniki huquq doirasini chetlab chiqib, ayollarning huquq doirasida hujum qilgan bo'ldi. Bu vaqtda uyda jadal boshlangan. Xuddi shunga o'xshashlar ayollarni davomli o'zi erlarniki huquq doirasiga kirib, uniki o'zi hamma ishlarga aralashib qilgan vaqtida bu yer nima desa, u ayolni o'zining huquq doirasidan chetlab chiqib, erlarning huquq doirasiga hujum qilgan bo'ldi. Bu yer yana jangga jadal boshlangan gap, o'yiniki oilaning buzilishiga sabab bo'lgan gap. Shunga bu yerdagi narsa nima degan vaqtida
erler özüneki erlik, yani er buluşuna layık olan bir hususiyetini, bir alayetlikini, bir mecburiyetlerini biliş gerek, tuğunuş gerek, onu cahil icra kılış gerek. Ayallah çoğu ayallah fesalihatü kalitatü hafizatü lillâhi bîmâ hafizallah diye boş ayetine asasen salahiyetlik. Yani bir öğü tutuşka salahiyetlik olan ayal, öğünü kandak tutuşunu bilalaykan ayal diyen gepman acaba vaxtida. Bu vaxtda ne demedisi, öğünü tuttum dep, bütün özü ailini, erdini tartip, hemmenin özünü, balısını başkılgan dep, başkılıp durursa, bu vaxtda bu aile olmaygan gep. Demek bu yerdeki nesini hem diye vaxtda, erlemi ayallarga hürmet kıldıgan bir daire oludu, izzet kıldıgan bir daire oludu. Şu dairenin içinde iş yapmanga vaxtida aile toğra aile olmalıdı. Ama ayallarmı çoğu vaxtida ayallarmı özüneki dairesi içinde hareket kılıp özü kığa vaxtida o öy yaxşı öy yok manalı deydi Allah Teala. Bu yerde Kur'an-ı Kerim'de ikisini Adem bilen onaki ayal yani hava deyimiz biz. Bunu yaratıştaki maksatının özünü bayan kılıp ve min ayatihi en halakalakum min enfusikum ezvacen litaskunu ileyha ve ceale beynekum meveddete ve rahme degan şu Sure Rum'daki 21. ayetinde boşunu bayan kıldı. Bu yer ne mi dese sizlerniki öz nefsin adına yani sizlerini yaratkan nefsin Allah Teala sizlerniki cüpunlarını yaratıp verdi. Yani özü ayallarını devardı. Liteskunu ileyha. Siz şu ayal ölen özü toy kılıp toy kılgan vaxtida sizdeki bütün aile hem narsalar hatırcam bolup deydi Allah Teala. Bu ne degan vaxtida misal Adem yalnız olgan vaxtida kunda bir aytal yoki ish kunda ish bo'lsa 3-4 kunda bir aloqalar bilan paranglashib qilmasa bu odam zerikishlik hayot ashunday o'tib ketadi. Eğer o'zi bir xotinga to'y qilgandan keyin yaxshi bir o'zini mana shu Qur'onning o'zini debdi va ja'ala baynakum mawaddatan va rahmat debdi. Arangizda Alloh taolo mehr muhabbatni qildi. Arada yani er ayolniki arasida mehr muhabbat bo'lgan vaqtida bu vaqt ne bo'ladi desa bir er bilan bir ayol o'zi bir o'yni tutgandan keyin o zerkinishlik hayot oxirlashadi degan gap. Her qanday do'stin, her qanday urug' tuqqandimi yaqin o'tadi mana shu vaqtda. O er ayol degan. Davomli chunki u bir uyda yashaydi, bir dasxon tomoq yeydi, bir qozon tomoq yeydi. Birga uxlab qopadi degandek, bunday bo'lgandan keyin o'zi dunyodagi eng yaqin odam hisoblanadi insonniki. Bir erniki eng yaqin odami ayoli, ayolniki eng yaqin odami o'zining eri bo'ladi. Şuna ayal yo'q yerda erlar ayolni yomondab o'z haqqa o'zi evini ochib beradigan ayollar eri yo'q yerda erining evini ochadigan bundaq ishlarning o'zini Alloh taolo Qur'oni Karim to'sib nima deydi desa sizlar yani erlar deydi ular uchun bir libos deydi yana perde. Ayollarımız sizler için perde. Demek bu ne dese bir-biriniki evini başka yer açmaydıgan bir özü hususiyet buluş gerek diyen gepemdi. Öyden çıktırırken erler ayolunu acap verdiğin sette ayollar erlerini acap verdiğin evini kıp verdiğin bunda olsa bu ailenin bol dese bu aile asla er ayolçılıkın soyulgan çıkıdı bunun deki ne bol dese o vaxtda öy buzuluş doğru gelen diyor. Şunun için bu yerdeki neresi ne dese erlerdeki yaratılışı ayrı, ayollarının yaratılış ayrı, ikisi bir olgan vaxtda tuluk mükemmel bir insanlığının özünü namayan kılalaygan, insanlığına davamlaştıralaygan bir hususiyet ega olgan gibi. Bu hususiyetini davamlaştırış için aralıktaki perdeni açıp atması lazım diyen gibi. Aralıktaki perdeni açıp atması lazım, birbirindeki sırlarını yoki birbirindeki nuqsonlarning o'zini boshqa odamga so'zlamaslik lozim. Yani o yerdeki nerse o başka bir aloqa deganda
nurg'un aloqalar bor dunyoda. Ko'rgan vaqtda aloqalar. Ko'rgan vaqt dushman o'xshash, aqsin g'iybat qilib yurgan bundaq o'zi ishlar bor. Nurg'un aloqalar bor, g'oyat yaxshi, ammo nurg'un aloqalar bor. Bir tarafni qarshi do'stdek, yana bir tarafni qarshi dushmandek. Mana shunday yakkaga vaqtida nima qilib desa, bir-biriniki eyini echish, oilani kamchiliklarni echish, oilaniki o'zi bo'lmag'ur ish harakatlarni o boshqalar deyish, bu o'zi agar erlar shuni ashula qilgan bo'lsa, u vaqtda nima bo'ldi desa, o'ziniki vazifasini, majburiyatini, o'ziniki erlik o'rnini saqlay olmagan bir er bo'ldi. Eğer ayol qilgan bo'lsa uning o'zini, ayolning o'ziniki vazifasini, o'ziniki ayollik majburiyatini, ayollik xususiyatini o'zini, salohiyatini yo'qotgan bo'ldi degan. Shuning uchun Qur'oni Karimda bu yerda salohiyat ayol deyishki, maqsad shu hamma narsaga bir uyda bir er bilan o'tib-o'tgandan keyin bu yerdagi hamma narsaga o'zi shu oilaniki manfaat uchun, oilani to'g'ri yetaklab menish uchun kuch chiqara oladigan salohiyatga ega bo'la oladigan ayollarni deydi Alloh taolo. Shu bu yerda Qur'oni Karimda bir qancha yerda deydi, "Vala tansavul fadla baynakum" deydi. Sizlar orangdagi ortiqchilikni unutib qolmanglar. Ya'ni har ikkisida erlar va er deplikin o'zi alomat ortiq ayolni bundaq hisoblamaslik kerak. Ayolmi o'zi ayol bo'lgani uchun erlarning ortiq hisoblamaslik kerak. Har ikkisida ayrim ortiqchilikni bog'liq. Er yo'q ortiqchilik, ayolda bog'ligi, ayolda bor ortiqchilik nima? Ayolda bor ortiqchilik, erda yo'qligi. Bundaq o'zi bu xususiyatni o'zini har ikki taraf qabul qilish kerak. Shu ortiqchilikqa yana nima qilish kerak degan vaqtda hurmat qilish kerak. Degan gap endi. Ammo shunday bo'lgan vaqtda ayollar o'ziniki o'rnini tutgan bo'ldi. Ham o'ziniki ortiqchilikni joyida ijro qilgan bo'ladi degan gap. Yani o sure o'zi bu surening ismini yozmabman men. Sure Nisa emasdi? Sure Nisa bo'lish kerak. Vel mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin salasat quru degan bu Sure Nisa bo'lish kerak. Mushuning o'zida yana Allah Taala bir qancha yerda bu oyatni qilsa bu bir bet kelgan oyatken bu. Buni shu nemisni Velir ricali aleyhinne derece deydi. Yani erler için ayolların üstünde dereceleri var. Hem ayolların için ayolların mı erlerin ki üstünde durduğun dereceleri var. Bu neymi diye vakti bayakı fazilet artış yok geldi. Bunun için bu yerdeki Allah Teala kayıt insanlara tekitleşti ki maksat neymi diye vakti her işkisi özündeki erlik ve ayollik, erlik hususiyetini, mecburiyetini, o'rnini yo'qotib qo'ymaslik, bir-biri bilan o'rin talashmaslik. Agar o'zi bir-biri bilan o'rin talashgan vaqtda ayol o'zi uyda erning o'rnida bo'laman degan vaqtda yoki ayolning o'rnida bo'laman degan vaqtda bu oila hech bir zaman kutirib turolmaydi, vayron bo'ldi. Bir ustoz nimaga o'xshatib ketgan ayollar bir jup bo'ldi odatda. O'ng piyi, so'l piyi bo'ladi. Oğlum ben o'ng piyini ayırıp qo'yib, so'l piyini kiyib yugura olmaydi. Shunga o'xshash. Ayolmi shu ayolniki bir jup oyoqqa o'xshash, bir-birini to'liqlaydigan, bir butunlikni saqlaydigan bir narsa deb men o'xshatib ketgandim. Bu nəhayət özü güzel bir oxşuşuqda ama. To'g'ri. Bir odam odamni ish kutib oladigan narsa bir kutimiz olsa, meni bizni qiyin to'xtaydi misol uning o'rniga bir hasining o'zini put qilib ma'digan gap endi. Shunga o'xshash bu oilaning o'zidimi shunaqa meni otam rahmat deydigan oila bir zambil deydi-ku. O zembilning ikki uchini ayol ko'tardi, ikki uchini er ko'tardi. O to'rt uchining hammasini er yoki to'rt uchining hammasining o'zini ayol ko'tarsa, u vaqtda ko'tara olmaydi u.
O'sha o'zi oila bir zambil, ashning o'ziga har ikkalasi shu meniki men ish uchun meni majburiyatim, ayolmi men ish uchun meni majburiyatim degan narsani bilish kerak. Deydigan bir gap bor. O'sha nayt o'zi nurg'un shunday tajribalar beshidan o'tgan insonlar o'g'ashqa bu nayt to'g'ri bir gap. To'g'ri. Bu yerda erlarniki nurg'ulg'an men deganni o'zi o'g'il bola degan o'zi gaplarga asosan Alloh taolo Qur'on Karimda nurg'ulg'a yerda masalan ayol bilan ajrashib ketgan vaqtida ayol tavba bo'lgan narsalarning o'zini elib olishni erlarga noati ilib holatda bayon qilgan. Yani vala yahillu lakum an ta'khuzu mimma ataytumuhunna shay'a degan oyatning o'zida sizlar o ayolga bergan narsalarni kiyim-kechak, zebu-ziynat misol ashunday o'zi oltin nemalar hamda zebu-ziynatlarning o'zini sizlar elib olish sizlarga halol bo'lmaydi deylik. O'shning oxirida nima deydi desa, sizlar o'zingizniki ortiqchiligining o'zini unutib qo'yapsizlar. Uning uchun sizlar agar men deydigan bo'lsanglar, u vaqtda u bergan narsani men berdim degandan keyin uni yana tukurukni, yani og'zingizga oldigan ishni qilmay, shu gapini turib, bergan bo'yicha bo'lsin, uning o'zini elib olmoqni deylik. Yani o'zi erlarning ustidagi vazifalarni Alloh taolo bayon qilib, agar ayolini ajrashib ketgan vaqtidami qanday qilib deyapti, bolasi bo'lgan vaqtida o'sha yerda liman arada ayutimma raza'ata va al-mawlud lahu rizqun va kiswatun bil ma'ruf degan o'sha oyatning o'zida deydi, ajrashib ketgan taqdirda orliq bir bola bo'lsa, kichik imvatgan, agar u bolaning o'zini onasi emitib cho'nqiyotgan bo'lsa, u onasiniki yeydigan narsalari, kiydigan narsalari, xashlaydigan pullari erniki gerniga vazifa deydi Alloh taolo. Demak, Alloh taolo ayollarga shu qadar o'zi jiq, ya'ni huquqni bergan. Buni o biz tarafdan unchalar bir ado qilib ketmaydi. Zaten ado qilmaydi. O bolani onasilar yo'lga qo'ygandan keyin o bolasi emtib cho'ng qo'yotadi, uning o'rnida hech qanaqa ishi yo'q. Qongishak o'zi bolasi ega bo'lmagandeklar. Endi ketavergan gap. Ama gelinde şundaq bir vazifalarni borligi. Yani ailening bütün iqtisodiy chiqimlari hammasi erning gelinde ekanligi, aileniki ichidagi ishlarning hammasini boshqarish ayollarning ustidagi ish ekanligining o'zini Alloh taolo bundaq o'zi bekitgan Qur'oni Karimda. Bundaq bo'lgan vaqtda ba'zida deydi, "Voy, talon o'z pul tep kelishniki nayt qiyin, nayt egri ish ekanligini deydi." Başka adamni öyle solab qo'ysa, bir hafta balvaqni vaqt qo'qsaydigini erida, tamoqni etib qashqimishini jub, kirqatlini jub, o'yin tozlab, ashni qilib bir haftadan keyin o'yin tashlab qech ketib qoladi. Endi demak nima desa, bu ayollarniki o'yining ichida muqim Yevropada Norvegiya deydi, Norvegiya tilida fast yo'q deydi. Muqim ish degan gap endi. Ayollarning zaten o'yin bir muqim ishi bor-ku. Erler bunu yardım iş gerek. Lekin nurg'un ishlarda bu ayollar bundaq ishlarni aytayotgan pishib keladi, kichiklar ashni qilib kelganligini bilmaymiz ama inchki. Shuning uchun bundaq kelgan vaqt nima degan vaqtda ayollarniki bundaq o'z egri ishlarning o'zini erlar ko'maksiz bo'lmaydi. Ya'ni biz masalan mening 4 bolam bor, 4 bolani beqib cho'ng qilish jarayonida bola degan qanchalik o'zi qiyin beqib cho'ng qilgan qancha qiyin ekanligini ko'rdik misol. Kech tun tangala g'ingishsa biz uxlaymiz. Onasi turib, emitib, ashuni qayta uxlatdi. Agar o'zi taraqq qo'ygan bo'lsa, uni tozlab, ash uyquchilikda qildigan gap endi. Ana o'g'anadi. Bu qiyinchilik deganda endi mushundaq ishlarning o'zini sizlar hech bir zaman, ya'ni u ortiqchilik deydi Alloh taolo mushuning o'zini. Ayollarning bo'lgan ortiqchiligi. Mushuni sizlar unutib qolmang deydi erlarga.
Shuning uchun huquq masalasi kelgan vaqtida, ya'ni huquq masalasining oxir so'g'ash deyapman men buni. Ya'ni ayollarniki qilayotgan ishlarni erlar ko'maksizlash, erlarning qilayotgan ishini ayollar ko'maksizlashning o'zi bu oiladagi o'zi inoqlikni buzadigan bir ish bo'lganligini Alloh taolo bayon qildi. Shuning uchun bu yerda salohiyatli ayol deyishki maqsad bu. Endi ayollar bilan erlarniki yaratilishi boy deganga o'xshash yaratilish vaqtidan o'zida u o'xshamaydi bir-biriga. Uniki mijoz xulqim o'xshamaydi. Masalan, ayollar biroz mundaq o'zi nazlansa ayollarga yakışır. Eğer erkek nazlansa o bek mazbayla yok kaldı misalda. Şunun için demek ne mi diye vaqtida buniki xususiyatları mı açıdan qaragan vaqtida o'xshamaygan gap. O'xshamaydigan xususiyatni yaratilgan narsaning o'zini birlashtirma, tanglashtirma, ikkisini o'xshash qilma deyish bu o'zi nimqonlik desa u o'xshamaydigan nima Adaletsizlik bo'ldi. Adaletsizlik bo'ldi, ya'ni zulm bo'ldi degan mana shu. Ya'ni bir ayolning o'zini apirib, buni erning o'rniga qo'yma. Bir ayolni apirib, nima, bir erni apirib, ayolning o'rniga qo'yma deganda bu o'zi shu qo'yilmoqchi bo'lgan insonlarga qilingan bir zulm bo'ldi. Ya'ni adolatni buzgan bo'ldi degan. Shuning uchun bu yerda Yevropada inson haqlariga o'tirib ayollar mı işleydi, erler mi işleydi, nurg'u yerlerde işlegandek yıllar, men qılıvatman o devatır, belki o'zidagi o'rnini unutib qilish bu to'g'ri bo'lmaydi. O'tgan darsga savolning o'zimi shu oldu. Misal, ba'zi vaqtda bu Yevropadagi sharoitida erlar ishlab bo'lolmay, ayollar ishlab qolgan ishlar bo'ldi. Mesela men shunday bo'lgan. Norvegiyaga vaqtda men ayolim ishlatdi birinchi, shu nemada do'kondan ishlatdi. Men ashundan 1,5 yil keyin iskilotda ishlatdim. O ishlatgandan keyinlar men degan maosh olyapman. Endi sen xutum bo'l, men olay degan vaqtning o'zida bu oila bo'lmaydi degan. Shuning uchun bu yerda nima desa, tepatgan narsa oilaniki inoqligi, oilaning baxtli o'tishi, o'zining va shu butun boljoqning hammasiga baxtli bo'lishi uchun kurash qilganlik, ya'ni o'zining baxti uchun bunday aytgan vaqtda kurash qilganlik ekanligini his qilishi. Ya'ni bir ayol bir yerni o'zi ishlab pul topsa, oilaga pulni ko'tarib kelsa, bir yerni o'zi ishlab pul topib kelsa, har ikkisi shu oilaniki baxtli bo'lishini maqsad qilgan holda o'zi topganligini his qilish kerak. Bu yerda ya 5 tanga 4 tanga birisi ortiq deb qolsa, men ortiq deb ketdim. Sen degan aldaq mandanda bir o'ziga unda qilsa, u vaqtda demakki bu ne bo'ldi desa, bu yerda o'zi oilaning inoqligi bo'lmaydi. Oila u vaqtda tamoman vayron bo'lish bosqichiga yetgan gap. To'g'ri. Chunki Yevropa inson haqlari degan vaqtning o'zida bütün inson haqlari o'xshash deganlikdan biz chiqarib, bu yerda ma'no chiqarib, ayollarmi erlar bilan hamma jihatdan o'xshash degan yerga aytib olsak, bu vaqt to'g'ri bo'lmaydi. Huquqiyat o'xshash bo'lsa-mu, lekin farq, u yerda farq bor. Farq ularga huquqida bir qism yerlar bor. Erlarniki yo'q unda, erlarniki bor o'rinlarda ularning yo'q bunda bo'lgan gap. Qur'on Karim belgilagan narsa. Nemisida. Shuning uchun bu yerdagi orangdagi ortiqchilikni, orangdagi o'z alohidlikni, ya'ni erda bor alohidlikni erlar o'zi unutib qolmasligi lozim. Ayollarmi erlarniki alohidlik hurmat qilish lozim va erlarmi ayollarniki alohidligini unutib qolmasligi lozim. Hurmat qilish lozim. Ammo hurmat qildimda har ikkisi oshirib o'tgan vaqtida o ham ish buzilgan gap.
Şunun için Yevropa'daki nurgun Uygurlar'daki ailesinde buluyatkan işler var. Tamaqassa tamaqni xudni etib qaçını erik juğuzluğan misalda. Bir kun öz öyle xudun tazısa yatsı xudunu eri tazlaydigan bunda o'zi işlamı möjdoga yarawachi. Bu bir musulmon odamga, undan keyin o'zining o'rnini bilgan odamlarga to'g'ri ish emas endi. Tamam, öyle tazayga işlarga yardımlaştı bo'ldi endi. Tabak eti ağaçlarımız seytoğrana var ya yetişip olamadan bakacağına yardımlaştı bo'ldi. Ve lekin bugün men kıldım. Gayeti endi sen kılışın gerek. Hazır ben tabakını ettim, suygaçını ettim, pulonu sen kılışın gerek. Ya ki ben tabakını ettim, sen öz kaçını sen juyuşun gerek. Degende bundak ya ekip kalsa ailenin özüne, o vakti aile olmaydı. Lekin Kur'an'da inek bu to'g'riliq uydagi kishilarning hammasi ayol kishi qildi degan to'g'riliq ayet yoktu. Ayet yok ama bu yerdeki nesne mi diye vakıda erlerge şu er-rical kavvamun elen nisa degan Nisa suresindeki 34. ayette Valima enfaqu min emvalihim degan şu ayetin özünden erler zati köpünç vaqtda talağını işini kıldıgan adeti yaratılganlığını gösterdi. Ve pessalihatu qanitatun hafizatun zil gayb bima hafizallah degan şu ayetin öz nima degan vaqtda ayollar köpünçe aileniki öyleki içindeki işlerini çıkara kıldı degan gap bu. Er kishi hamda uyning ishni qilaman deb turibasizmi? Ayol kishi qo'nqitib aytadi-ku, men pul tepib keldim, shundaymi? Albatta, u yerda kech qozonbesh aralashib olgan erlarni ayollar yaxshi ko'rmaydi. O'sha vaqtda. U vaqtda kechgacha qozonbesh o'rib, tuzni oz sol, go'shtni oz to'g'ra deb turolgan bundaq erlarning o'zini ayollar yaxshi ko'rmaydi. Buning uchun u yerdagi narsani nima desa, u vaqtda o'zini qilishi qo'yib o'tish kerak bundaq erlarning o'zini. Arzular mesela qilib qo'ygan, ancha-muncha bir yetişemay qilib qolgan vaqtda mana yordam qiling degan vaqtda yordam qilamiz. Men bu yordam qilaman odatda. Bal tug'ilgan vaqtda ham turay o'zim qil demaymiz. Ayolimiz saqaygacha orliqda tomoqni qilib, oldiga akilib, mush to'rt balni cho'q qilish jarayoni qildik o ishni o'zini misolda. Hech qanday erik ish emas. Ammo davomli Xotoqaqda bilan o'rin talashib, xotoqaqniki böyle ish talashibchi. Bunda qavalish o erlarga yoqishmaydi. Ayollar bu vaqtda erlar qilgan ishga chaplashib, bunda qavalish o erlarga yoqinib, ayollarga yoqishmaydigan gap. Bu vaqtda nima qiladi degan vaqtda har ikkisi o'ziniki mana o toyfarqlarni deydigan gap bor, qarab. Haddingni bil degan gaplar borchi. Had degani o'ziniki huquq doirasini bilish lozim. To'g'ri. O'zining huquq doirasini, o'ziniki xususiyat, o'ziniki ayollik xususiyat doirasini, erlik xususiyat doirasini bilish lozim. O'zining majburiyat doirasini bilish lozim. To'g'ri. U vaqtda uningdan o oilada hech qanday o'zi ish bo'lmaydi, oila o'zi yaxshi davom qildi degan. Başka nurgun yer var bundaq işler. Nurgun vaqtlarda adam iş tapamay, qiyinlik bundaq qilib qolgan işler oldu. Shunday. Andakin oilada balanınki erim bundaq ish qildi, bundaq pul topadi desa, ishini topolmadan deb erlik tapdan qildigan. Yoki uyda bir kun tuzukka, bir kun tuzluq tamoq olib qolsa, falani xotini bundaq tamoqni qildik, sen nima ish qilolmaysiz deydigan. Bunda gaplarniki bo'lishi bu halkı uydagi mehr muhabbatni suslaştıradigan ishlardir. Shuning uchun bundaq ishlarga o'ziniki tegishli bo'lmagan desa, qarshi tarafniki ko'ngilni g'ash qildigan, orliqda bir-biriga mehr muhabbatni ojizlashtiradigan, uyga bo'lgan qizg'inligini ailelik bo'lgan mehr muhabbatini suslaştıradigan, aileni ziyartiradigan bunda gaplarning o'zini jiq qilish
mayli ayol bo'lsin, mayli er bo'lsin, bu to'g'ri narsa emas. Bu halqi Qur'oni Karim to'sqan narsa shu. Oiladagi deyish bo'lmagan narsalarni bir-biriga deyish, sirtqi deyish, buning o'zi butunlay Alloh taolo Qur'oni Karim to'sqan bir narsa. Shu ma'lumotga nimada shu hozir men tushirib qo'ygandim. Ahzob surasidagi 59-oyatida ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna zalika adna ay yurabna fala yu'zayna wa kana Allahu ghafuran rahima degan bu oyatning o'zimi erlarni o'ziga qarta azob bo'lgan, ayib bo'lgan ishlarni, ayib bo'lgan yerlarni yepishni diqqat qilishni Alloh taolo buyurgan bo'lsa, ayollarmi boshqalar qarab bu boshqa bir his tuyg'u qolgan bunday yerlarni yepishni Alloh taolo buyurdi. Bu nima qiladi desa, ayollarga azob beradi. Ayollar azob bergandan keyin uniki yo'ldosh bo'lgan odamning o'zi u vaqtda ko'ngli g'ash bo'lib, undan keyin u ayolni to'liq gumon qiladigan bunday ishlar paydo bo'lgan. Shuning uchun mandaq yursa bo'ldi-ku, ayollarmi, erlarmi, mandaq yursa bo'ldi-ku, zodi. Hammadan mandaq yurgan-ku degan emas, bir-biriga ko'ngliga qarash bu nihoyatda muhim. Bu vaqtda u oila nihoyatda inoq bo'ladi. U haqni to'g'rab, haq qilmaslik lozim o ishning o'zini. Birinchi o'zi agar u musulmon bo'lsa, Alloh taoloning buyrug'i ichida ish qilish lozim. Buyruq içinde iş qilgan vaqtning o'zida zaten o birisiga azob bermaydi. Bu yerdagi qonitotun degan shu kelimning o'zimi oila tuzumiga itoat qilgan degan gap endi. Erlarmi oila tuzumiga itoat qilsa, ayollarmi oilaning tuzumiga itoat qilsa, bu vaqtda oraliqda hech qanday problem chiqmaydi degan gap. Bu oila tuzumi boy deganga o'xshash oiladagi maxfiyatliklarni sirtqi deydigan, bir-birini ayiblarni sirtqi deydigan, yoki bo'lmaydi kamchiliklarni, yoki bo'lmaydi shunday o'zalqi qamlashmagan sirtniki palani mandaq qilibdi-ku, men mandaq qilsam bo'ldi deydigan mandaq sirtdan o'yga bir narsa bir nima deymiz buni endi? Sirtdan o'rgangan narsani yoki ko'rgan narsani o'yga to'shib aileni g'ash qilgan, aileni ko'nglini g'ash qilgan erlar ayollar erning ko'nglini g'ash qilgan bunday qiliqlarni sirtdan o'yga to'shish orqali oilani buzish sabab bo'lish bu halqi bir tarafdan nima desa vijdoniy huquqqa hujum qilganlik, tajovuz qilganlik qilgan gap. Shu halqi ba'zan oila bor, ayol dindor, eri esa o'zi fosiqroq kelgan. Ba'zan bir oila bor Erin aytmak dindar, ayol esa o'zi dinga ahamiyat bermaydigan bunday oila bo'ldi. Bu vaqtda mushukni aruqasdan katning asli so'raydi degandek, har ikkisi o'zining tarafiga so'rab, dindorlik tarafga, dinga sal o'zi sorg'i, u tarafga so'raversa, u vaqtda oila bo'lmaydigan gap. Shu o'ttirdiki bir yo'lni tepish kerak bu yerda. Shu vaqtda nima desa, oila qilim desa, bir-biriniki ko'nglini izlash kerak, bir-birini ko'ngliga azob bo'ladigan ishlarni qilmaslik kerak degan gap. Yani seliştiripdilar, sirtkilandarken bizim iş qilmandaq emas degandek gapni to'liq qilsak, oila buzildi demek shunday mi? Yani bizniki ota-bobamizniki qoldirib qo'ygan bir so'zi bor-ku. Yotqan qo'yib putsun deydi-ku. Yotqan qo'yib putsun degan gap balki sirtdagi narsa qarab ish qilmay, oilaning ichida bizning sharoitimiz qayerga ichlik. To'g'ri? Yoki bir tangi yo'q, falonniki saposi borki, manchini qo'yib epdi. Ustandaki mandaq o'zi ishga qirib, manchilik pul qilyapti, biz nima ish qilmaymiz deydigan misolda. Bundaq o'zi oilada
qurbi yetmaydigan narsaga qissash bir-birini o'zi oyini buzdigan. Yoki bo'lmaydi o'yda yanchiqda pulning tayinlangan vaqtning o'zida keydigan narsaniki jiq chiqib ketishi misolda mana bunday narsalar oyini buzdigan gap. Bunday ish mening beshimda o'tgan bu voqea. Biz birinchi to'y qilgan vaqtida shunday qo'limiz qisqib qolib, shu vaqtda o'zi shunday o keyin ajrashib ketishga sabab bo'lgan narsa shu bo'ldi-ku. Demak, bu yerda oiladagi amaliy ahvolni ko'rib turib, u o'likni nima qisqanlik deydi, shunday o'zi bir yer qistab turib olsa, u vaqtda u oilada ko'ngil so'p ketgan. Shuning bilan o'zi oila buzilishga sabab bo'ldi. Shunga sirtdan o'rganmaslik kerak, narsa kerakni o'zini ta'lim tarbiyani sirtdan o'rgansa bo'ladi. Lekin oilani tutishga kelgan vaqtda tamam, xalqning uyda bor narsani yoki do'konda bor narsani ko'rsa bo'ladi. Ammo uyda shuni kuch yetgidek holatda bo'lsa, uni qilish kerak. Agar uning kuch yetmaydigan holatda bo'lsa, bir-birini uningga zo'lab qistab, masalan, undaq qilish oilaga oilani davom qilishga yetarli bo'lmagan, to'g'ri kelmagan gap. Shuning uchun bu yerda nima bo'ladi desa, shu Fas-salihatu qanitatun degan oyatning o'zimi salohiyatli ayol. Erning o'zimi salohiyatli er bo'lgan vaqtda bu shu narsani to'liq bildigan bo'ladi. Bilgan vaqtda unda xalqi ushaq-tushaq narsani sirtdan nim qilib kelib, palonlik ayol mandaq tomoqni yetib ekan, mandaq o'zi uyni mandaq tutdi ekan, deb o'tirib ayoliga azob beradigan. Ayolmi andagi palonni uyda mandaq narsa bor deb eriga azob beradigan, mundaq ishlarni qilish orqali bu uy tutqilib olmaydigan gap. Shunga bu yerdagi narsa salohiyatlik deganning o'zidan ermi salohiyatli bo'lish kerak. Uyning ichidagi narsa qarab ish qiladigan ayolmi uyning ichidagi narsa qarab ish qiladigan bo'lsa, u vaqtda hech qanday bir o'zi ko'ngilsizlik bo'lmaydi degan. Qanitatun degan qanoatchan ayol degan gapmi yoki? Yo'q. Qanoatchan degandan yo'q, o'zim shuni qanday qanoat qilgan degan gap bo'ldi. Qanoat deganning o'zi nim qilgan bo'ysundigan degan gapda, bo'ysundigan degan Alloh taolo oilaga qo'ygan tuzumlar bor bu yerda. Shuningga bo'ysunish. Mayadalqi oyatning o'zida bor nimasida la tukallafu nafsun illa wusaha degan oyat bor-ku, mashinaga oxirida. Bu nima desa, har qanday inson o'zi taqdir etgan narsa taklif qilinadi degan. Ya'ni oilaning ichida qancha narsa kuch yetsa taqdir shuni yeydi degan gap bu yerga maqsadchi yana. Bu vaqtda taqdir yetgan narsaga taklif qilmay, bir-birini taqdir yetmaydigan narsaga taklif qilish, majburlash, qistash, ashnolarga ko'ngilni sundirish yoki bo'lmaydi, ko'ngil azob berish bu oilaniki buzilishiga so'raydigan narsa degan gap. Xudo mana shu narsani bizni to'sib degan gap. Bir hikoya bo'lgan. Bir odamniki ayol o'lib ketib, ikkinchi ayolni olgan vaqtida bu ayol shunda tamoq usta ayolga shu suyg'oshni chashda kesib shunda pay suyg'osh itib bersa, shu birinchi ayolni asarganda, ayolnikidek bo'lmoqda ekanda, yanını yana bir ay o'tgandan keyin ayol ekan to'xtab deb qo'shnisi so'rasa, o birinchi ayolni qo'lqotdan qilib ayolga tamoq yetib bersa, shunda o'zi shuni muqadda bor ekan. Demak, bu yerda ustulik emas, ko'rib qarashda. O birinchi ayolni tamoqni tuzukga yetib olmaydi ekan, ammo ash tamoqqa odam ko'rib qolganga o tamoq uni yaxshi ko'rinadigan, tatli ko'rinadigan shunday bo'lib qolgan gap. Ammo shunday usta ayol bo'lsa-mu, u tamoqqa tetmagan gapda. Demak, bu yerda shunday narsalarni o'tirib qo'yish orqali, ya'ni
Falanlıki ayağı adamet tabak tutup ya falan mandak tabak yedim. Sen kılamayı kesemez mandak tabağının özüne. Kim ya tuzu kemaysa sen zaten. Falan ayağları adamet ya falan mandak keydik ya. Sen tuzu ya kimini kallaştırıp keyamaysa tuzu mağamaysa sen de tuzu. O ayağlar kalaymakan gelmek kısa. Ya ki ayağı bu erge kimini onun başında azalını kısa. O vakıda ayrılığı bizde. Ayrı tuzu olmayı diyen. O ayağı degende adette birbirinin eyligi. Birbirinin eyligi. Şu an öğün çıkırgan vaqtida qamlashmani birbirinin qara. Qamlashqa bo'lsa, mana kiyimi qamlashda bo'pti bir. Qamlashdan mana kiyvasa bo'pti-ki, adab mana birbirinin masala berib, qamlashtirib bermoqchi bo'lgan gapda. Uning o'zida kesh e'tilob, andekin qandekin o birbirinin ko'ngli so'yilgan gap. Shunda azalning o'zini Alloh taolo nima deydi desa, bema'ni bir insan deydi. Bu şu seliştiriştim. Başkalarınınki qarab. Baxtsizlikninki bir nimesi de olsun ben bəzi üçün. Mesela gün olma özünün tikini oldu, düşünür mü ya? Kızıl gün olma özünün tikini oldu. Şunu olsa her bir dersininki alt üst olsa kemçilik taraflarım buluşu mümkün. Belki o tikene günlük qoğdaş üçün buluşu mümkün yerde. Elaqı toznunki da qanı dünyası degan şun da çıkar oluşulğanda. Toz kuşlarınki en güzeli de tarafında. Lekin o haq onun tozunun güzel tarafiga qaramay, tozdan parça qarab turmasa, parça bekletmişim bu tozun üçün. Şu anlıqı güzel tarafdagi qarash bu ijobiy bizning texnik baxtiyar yaşayışımızda faydası var değil mi? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dünyada hiç qanday bir narsaning o'zini bekar yaratib qo'ymaganligi hem onun o'zini güzel şekilde yaratganligini o'zini bayon qildi. Bu nima degan vaqtda güzel şekilde yaratdi degan so'zning o'zi inson shunday bir aqli va bir maxluq bo'lgan ekan. Her neyse qarg'a vaqtda uni güzellik tarafini qaraya olsa, bu vaqtda uni güzelligini ko'rib degan gap. Shuni. Balki bizda bir gap bor-ku. Balki nimaga Majnunga balki nima? Majnunga Leyla bismillah. Nimani ko'zida? Leyla'nın. Majnunning ko'zida qarash. Ferhatqa Şirinning ko'zida. Ferhatqa Şirinning ko'zida qarash. Bu vaqtda bu Majnun deganning nima? Layl deganning o'zi bir shunday chiroyli bir ayol bo'lmasimi? Lekin o Majnunning ko'ziga qaragan vaqtda uning go'zalligini aniqlan bila oladigan. Shunda. Xuddi shunga o'xshash bir odam, ya'ni bir yigitning o'zi bir qizga oshiq bo'lib, uni to'yqandan keyin uni go'zal tarafini ko'rib oshiq bo'ldi degan. Davomli o ayolga o go'zallik tarafini qarasa, o ayolga o erga shu go'zal tarafini qarasa, o vaqtda o go'zal hayot davom qilib ketaverdi. Shunda. Bir mezgil o'tgandan keyin Andakin evini ko'lashga boshlab qilgan vaqtda odamning yuzi shunday chiroyli bo'lsa-mu, uniki tomoqni yegandan keyin chiqadigan yeri va yomon satchi. Xuddi shunga o'xshash qilib, har narsadagi go'zal yeri va sat yeri bor. Shunda. Bu sat yeri qarab, andakin o'zi sen bu sat odam kelsa deyish bo'lmaydi. Shuni xuddi shunga o'xshash, bu narsa nima degan vaqtda har narsadagi rolini, uning ahamiyatini, uning go'zalligini inson tunigan vaqtda ne bo'lsa hayat güzel ödür diyen. Ben o Norveç vaqtida Norveç kun chiqmaydi-ku. 9 aydan boshlab kun chiqmaydi zaten uzun oylab kun chiqmaydi. Shu vaqtning o'zi kun chiqmaydi deb qo'ygan vaqtda bir muallim bor edi. Shu muallim degan ki hozircha esim chiqmaydi. Sen atganlikda tug'an vaqtida o sen güzel dünyaya güzel baksan, o dünya sana güzel göründü deyince. Ayda diyende de, onu da kundu yağmur yağdı, bu yana yağmur bombaydı, anda hava rayı naçar de, biz ayıttı açlar gelmek kılımız o. Lakin o eski hava rayı yok deydi adamın özü. Eski kiyim var deyince. Sen kiyimle hava rayını maslaştırıp, hava rayı doğru kilden kiyimli keysen,
hava rayının sana hiç kana tesir göstermeydi. Doğru. Sen yağmur yağmasa yağmur ötmeden kiyimli ki, misal. Hı. O vaxtda sana hiç kana özüne bulmaydı. Bunun için sen her nersini öz ornunda işlete algan vaxtında, bu her nerse sana güzelliğini sana namayan kılıdı, sen o güzellikten huzurluğunu seriyen gepimdi. Doğru. Bir gep bağlık. Nasıl bakarsan öyle görürsün deydi bu Türklerde bana. Yani kandak kalırsan şundak çürüse. Doğru. Karaş meselesi pek mühim değil. Göz karaş. Dünya göz karaş deyimiz var mı? Karaş meselesi. Doğru. Şu. Ondaki yine bir ayet köylentim ben hazır izlep tapışka vaktim yetmedi. Sizlerinin hutun ballarınla veya ki eğerlerinlerin işi de sizlerge düşman çıkıdıqalları bu buluşu mümkün. Ama sen ularınki günahlarını yakımıza ularınki nimelerini hatalıklarını yok sayyalık. Yok da bil ularga günahkar demesi bilen karma. Yeni bir bet aç diyen bir ayet okuqatım bir yerdi şu. Biz bayındırının ki bir makalesi de okup acayip bir təsirini ketkendim. Yani bu burun onu his qılmap diken ben şu. Yani yeni bir ayetinin bu hutun ballarınla sizlere nispeten fitne diyen de tercüme kıldı o mesela. Yani fetene diyenle şunun ne hata düşünüp zatı bulup bizge fitniken. Aslında sizlerini tavullaydıgan nese bu hutun ballar. Sizlerinin tıkım yaxşı insan buluşunlarga, sizlerini altında kıp çıkırdıgan manda bir şarait bula. Dese o başka oldu iken de o. Bu fitne diyenin özümü sınak mı deydi? Bu ne mi diyen vakitte şu sınak diye adam tavlaygan nesi bu için? Adam tavlaygan nesi. Hem de orada bir ayağını toy kıldık, ona diyen balcakımız oldu. Bu vakit ne kılımız diye vakitte? O balcakını Allah Teala bize nimet dep sanaydı. O nimet bolgan şu balcakını biz toğru bir insan terbiyelep çıkaldık mı yok? Bunu Allah Teala fitne değiştik sebep ben şu diyenge. O da terbiyeler çeriyada biz üzümüz mü terbiyelenirkenimiz çok? Elbette. Evet. Üzümüzde hatalık kılıp görebilirkenimiz. Şu hakkı balcakı hakançı bir bizge bir eğer keldiğin bir işi kıgan taqdirdi mı? O balcakınki kıgan işi hesaplamaslık gerek. Balcak neme için şu işi kıldı diye vakitte ata-ana o balcakını toğru adam kılıp terbiyeleyemganlıktan, toğru adam kılamganlıktan o balı aşını kıldı diyen gep. Şoňa bizge Allah ayda Sür Luqmanda Luqman hakimdeki balcakısıg nasihat kılganlyk hakydaki vakalikni anlatıdı Allah Teala Kur'an'da. Vakalikni anlatıp balam anıqın, manıqın, Allah'a şerik yaptığımın bunu neymi bildirdi dese, sizler ballarını kiçigini tatip, toğru adem kılıp, toğru özü bilim bilen, toğru edep ahlakların terbiyelep çıkanlar. Terbiyelegen vaqtda o balla özünün özü, zaten özü adem diyen bir derek okşaş neresi, onu yaxşı tutab çoğuksa, yaxşı bir derek olup çıkılan gep. Bunu şunlayın o balımı toğru bir adem olup çıkıdı diyen gep. Çünkü onun men atısı dep oturup davamlıq onunğa daşnam qilib, kaza qilib qoldi ekan, u balla ondan yiroqlaydigan gap. Şundan o balla xato yo'lga kirib qoldi. Şoňa ballany haftada olmagan çağda 15 gün bir qatam bir yer oturup, chiroyli gapni qilib, 1 saat vaqtini chiqirib, ballany moňduşup, kaza qilish ata-onaga nihoyat o'zi mo'yin bir narsa. O vaqtda bu apısıma özneki göz qaraşlarına oturup koydu, dadıgan adam göz qaraşlarına oturup koydu, şunu oturdu, bir özü fikir payda olup, bir toğru bir narsa oturup çıkıp diyen. Şunun için bu yerdeki narsa ne bu diye vaxtda? Bu şu ayetinin özü mü? Nurgu yerdi bu. Ata-ana bolgan adam balcakını toğru terbiyeleş özü kendindeki bir farz ekenligini. Kur'an'da Sümme letus elunne yevme izin anin naim diyen ayet var mesela. Bu neyme diye vaxtda insan özü berilgen nimetten mesuliyet tatıldı diyen gep.
Doğru. Bu yerde ne dese bir adam toyqandan ayal er üçün bir nimet, er ayal üçün bir nimet. Bir-birisinin qadrini bilish lazım. Yani bu kichkina hayotning o'zida bir-birisinin qadrini bilish lazım. Qadrini bilish nima bilan bo'ldi desa, bir-birisini qadrlash bilan bo'ldi degan gap. O ki tug'ilgan balla bo'lsa, u bir ne'mat endi. Uni o'zi to'g'ri o'zi uni yetaklab mangan vaqtida qiyomat kunisi o halqa yaxshi esildigan ota-onadan hisob oldigan, o hisob ota-onaga gelmek bo'lgan gap shu vaqtda. Shuning uchun halqa balın tug'ib qo'yish bir masala. Tug'ib qo'yish deganda butun o'z jonliqlar emas tug'di. Ammo uni to'g'ri bir inson qilib chiqarish bu ota-onaning qo'lidagi bir vazifa degan gap, og'ir bir vazifa. Shuning uchun halqa endi er ayol to'g'riliq bo'lgan bu suhbat. Ayollar erlar ayollarni qadr qimmatini bilishi va bir-biriniki ortiqchiligini e'tirof qilishi, bir-biriniki nemasiga, haq-huquq doirasiga hujum qilmasligi. Yani bu o'zi Qur'oni Karim nechqatim ta'kidlangan bir nima bu. Shuning uchun mushunaga o'zi ayollar, erlar nihoyat ahamiyat berish kerak. Bir oila bo'lgan vaqtning o'zida oilada ancha-muncha gap so'zlar bo'ladi. Lekin o gap so'zlar insonlarning o'zini, ya'ni bo'lib er ayolning o'zini ajrashadigan, bir-birisidan nafratlanadigan holatga akamaslik kerak. O yerda Qur'on nemadan bu oyatning o'zidan bor bu sharisda unga birinchi qadamda nasihat qiling deydi. Ya'ni erlar ayollarga nasihat qilish, shunday bir gap so'zlar bo'lgan vaqtda ko'zi kirib olmaslik, ikkinchisida uni o'zi yatag'ida qo'ying deganning o'zi ko'zi kirib olmay, uni o'ylanish fursati bering degan gap. To'rtinchisida ancha-muncha xatoligini yuziga serib o'tirib, yani oilani davomlashtirishga bir o'zi hozirlanla degan gap endi. Ve turib lekin zodi sen degan men gapim kirishing kerak deb dumbalab urib uni so'rab yurib bunda qilish bu erlarga to'g'ri kelmaydigan, Alloh taolo bermagan huquq bu endi. Shuning uchun erlarmi ayollar uni nikohlab oldim men deb o'tirib lekin butun o'z o'ktamligini qilish o nemasi yo'q, huquqi yo'q. Ayollarmi undan halqa bütün öydeki hamma egrilik ishning hammasini gardinadagi ish, derken hamma narsani erning gardiga otib qo'yishmi? Bu hammaga ayollar to'g'ri kelmaydi. Erlarmi bütün ishning o'zini ayollarga otib qo'yish ham o'zi bu to'g'ri ish emas. Uning uchun her birisi, yani ayol olsun, er olsun o'zining o'rnini bilish, haddini bilish, yani mana vaqtida Tayyip Erdo'g'anning so'zi aytgan vaqtida. Haddi degani o'zining haq-huquq doirasini, özünü kıldıran iş dairesini, ayallık dairesini, erlik dairesini biliş ve onu özü egi çıkış ve karşı yani karşı tarafındaki hukuk dairesine hücum kılmazlık şartıyla bundan yaşaş bu nihayet özü güzel bir hayatını etkiledi. Allah razı olsun. Bu mezmun tüydü mü ya? Mezmun tüydü esasen. Onu ben bir sual sormak istedim. Bu talak babı doğruluk. O ayrım sözünden mi yakımız az sorsam bulamam. Talak biraz uzgarak bu. Bunu ben fakat bizim mesela ben bir külahandan aldı davet ettik o çalmak küçük vaktimde. Bir evden bir ayal ulaşıp gelip şunundan Ay telpikini edip lan, bak keyliğanın telpik var mı lan? Kimi telpikler? Kozunun terisi dikken telpikli var. Ağırlık, Astrük'ün telpiki okşaşın. Ay telpikini edip lan, ay şu mantalak tepler vurup şu. Ay şu kıkını köye getirdim şu. Evde bir yerde bakayım. Kur'an-ı Kerim'den de bir talep yok mu mesela? Acışının üzün olma, nikahının özgüçlük bir nemesi var, şartları var, şeraitleri var. O talaklanma şu var hem de.
Şoňa da manda bir üç talak dep talak opçylygan adajda da iş bolaqy enanimi dinin nimi täsir bu ya kömüzi Kur'anda da diýilmegen bu diými? Kur'anda öndeki merre nime at-talaq marratani degan marra degan kelime var. Şu marra degan bir qatim, iki qatim degan ma'noda bildirir. Bu vaqe bir qatim o ayolning o'zini bir qatimning o'zida 1000 talaqdasın, 10 talaqdasın, 100 talaqdasın bir qatim degan gapning o'zi bir qatim ma'noda bu. Marra degan kelimedir. O ba'zida deydi, onun o'zini 3 talaqdasın, 3 ma'noda degan bunday so'zlar bor. Fiqhi muğamda, lekin Kur'an'ın özüde men talak kıldı diyeni biz sözlerle talak opçylyga iş yok. Onunki şartları var. Elbette. Bu talak kılan adam onunki o ayalga bergan narsa var. Hemmisini kılıp kandekin ajraşkan hesap bolgan ki. Yani aylık bilir kişiler etrafında tanıydıgan, ötüber kişilerini çağırıp kodu nikah takdırgan olmuş. O maçta oldu mu? O hazırkı vaqtda texim uçuq qanaqa vaqtda o talaq degan gaplar emas, berip hökümetning xatni algan gap. Ajrashgan qarta. Bu anki rasmiy endi ajrashgan hesap bo'ldi. U vaqtda o ayollar o'ziga tava narsani elib nima qilgan gap. Bu darsni nikoh va talaq masalasini maxsus bir dars qilsak bo'lgan bo'lsa, jiqar dars yo'q bu. Tamam. Men nima qilibdi, savol so'rabdi birisi. İslamda ayolning ishlab pul tepish majburiyati yo'qdir. Ayol kishining topgan puli o'ziningdir. Onunda erining haqqi yo'qdir degan qarashning asosi bormi? Ya onun hech qanday asosi yo'q. Onun hech qanday asosi yo'q. Nima degan vaqtda ayollar ishlash bo'lmaydi degan hech qanday unda bir gap yo'q. Ayollar o'zi tushib bir ishni bir yer ishlasa, u bo'laverdi, u yaxshi bo'ladi. Ailemizga. Ama o'zi ayollar topgan pul o'ziniki, uning hech qanday erlik haqqi yo'q degan gapning o'zi ham to'g'ri narsa emas. Bir ailemde, mening ailem aşağı bu bakmaktan, uniki ota-onam tap aşağı bir ishni ko'rganchi, qadar vaqtda men pul topsam da ayolim pul topsa da ikkimizniki topgan narsa o'yga kiribdi-chi. Sening mening deydigan bir narsa mövjud bakmak hozirlik. Bu mövjud bo'lmaydi bunday narsa. Bu ailenin pulu oldu der vaqtda. Bu ayol topgan pulni meniki deb mabaqini tiqsa, eğer topgan pulni mabaqini u vaqtda o aile qanaqa aile oldu? Shuning uchun bu yerda narsa nima desa, har ikkisi baxtli bir aile qurish uchun topgan narsani o'tirdi qo'ya olgan bo'lish kerak. Bu vaqtda ama Yevropadagi ashtaqamda erlar o'ziniki, ayollar o'zining kapixani qilibasimi? Ishga o'zining kapixasini pulini to'lagan bir ishi bor-ku, bularniki. Amerikaga onda bir nima kirib ketishim bo'mbak to'g'ri narsa emas. Uning uchun bular mayada bir oy tutib ketyapti, lekin bizning ishi, masalan biz Londonda yashayapmiz. Masalan bir oy bo'lib, birisi Londonda ishlaydi, birisi Manchesterga ish chiqib qolgan bo'lsa, bo'ldi, Allohga omonat, o'sha orliqda ketlar gapaying. Men ishim Manchesterga chiqib qoldi. Şu bu Avrupa'nın özünde Norveç'e onu Sambur'daydı. Sambur'da yani bir yaşaş diye meylanı bildirdi. Hükümet altında ötmeyleken bir yaşa verdi, balcaktı olsun meyle. Kinlerken iş ay götkelgen vaxtda Allah'a emanet bay bay da koyup ketgan gap. Yerinin işçisi o bay bay da ketdi, ayağını olsa o ketgan gap. O ayağının hiç kadar rol olmayan gap bu yani. Bunun özüne bu Avrupa'daki xalqning özümü köpüncisi yaxşı görmeydi bunlar işin özüne. Çünkü o her qanday bir erniki, bir ayolniki, bir aile kurup, ayol bo'lib, balcaqli bo'lib, mening uyimga deb manda yashash o'z orzusi bo'ldi inson degan narsaniki. Uning uchun u yerda unda bizni gap bor, 5 olimga eshakdek deydiganchu. Vallahi balaq pul ketivergan buna o'qasma, bu aile olmaydi, inson deb olmaydi.
olarak garip cemiyeti degan bilen var, lekin ularning özlük güçlük bir dini var da. Aşı kitaplarda mesela ma'lum bir alimninki itibarini ta'kidlash uchun masalan, ba'lim mana professor bo'lgan, mana yer o'qishlik qilgan, mana kitaplarni yozgan deb bo'ldikin, bu odamninki bir ailesi var, 4-5 tane balası var deb chiqib qo'ygan shuning uchun. Albatta. Çünkü bir aileyle kuralgan, ailelik ilgi bulup ailenin başkurup mağalgan bir adamdan albatta bu ailenin bir devlet okşaşı bir gap kalmıyor şu. İtibar olduğun gapte. Ailesi bu mesela şu müşküler, ihtibiler üzülgen gap şu. Allah razı olsun. Ahmet Akun, başka bir sual Babeti ki. Beş doğru efendim. Bugün bu meselenin nispeten sual sormayı dedim ben. Altın katım biraz geçtik ama fevkalade dikkat celip kıldığım mesele şu ki ama şu erayallah hukuku beraber dep karaş yaki bir-birisiyle okşaş kıymet karaş yaki okşaş tip dep karaş meselesinden nurgun hatalıkla kelip çıkıldığını his kıldık da. Mesela şu biri soğuk birisi göç mesela. Birisi attık, birisi yumuşak. Abiyetim mesela ağındaki birisi plus, birisi minus degендek olup, ikisi bir-birisininki kemirin toluklap durup, bir ayrılış arkada insanlıktaki mükemmellikle birlikte berpa kıldı ekende. Elbette bir yerde bir dikkat kılgan narsa, bu müşkini algandaki benim dikkatimi çeken narsa ama bu onun rolunu alalaydı, o bunun rolunu alalaydı. Bu alalığalığı çokum şu işe münasipkeligini göstermeydi. Belki o alaylık olarak kılalaydığı ne ama askilişte yaki huzur işi de kılışta yanına ayallıkne erlikne cari kıldığı vaxtada anadaki bir hayat çarçaş yaki ükünüş bulmaydığı düşünüş biraz çonkurlaştı. Elbette biz özümüzdeki er yaki ayal bulup törülüşümüzde tallayamayız. Fakat hem de bazen beşimizden geçmişler karta içimizde bir şeytani isyanlar oluyor. Eğer şu kalan basam için müşler küller beşimizden geçişi de bazı ayalların ki şikayetler okuyordu. Bazen erlerin ama Japancık tatil edip öğünü bütün çıkımdan eminlersin kamda bulanmayı memnun hotin çok kalan basam ve eğer bayağı gittim bir ayetlik tutup hayatımda huzur işi tutursam şöyle de pişemen kırtaşları kan hikayelerimi onun için kulaklığa kerip kaldı. Ama müştaka sever kıga vaxtıda insanın da özü tallaş bizden ilkimizde mes boğallık için bizim bir dakika yaratıp sen yarabbim şuna ben razı olup kolumdan kilişçe ben ilişkimini ben cari kıldırman deyiş esli bizge buyurulgan vazifekinde. Bu meselelerini düşünüş için insanların bazen insanların jili kesse bazen insanların bütün ömür yetmeydi kendinde. Hayatım bazen tecrübe şekildeki mezmunlar ortaklaşkan buldu. Ama asasın mesele şu erinin tipi bilen yarılıştaki meyli o ruhi veya ki cismani karakterlik olsun. Yarılıştaki tipi bilen erlerinin yarılıştaki tipi ve alayideki rolü katırlıklarının tamamen okşamaydı Allah'ına. Okşamaydıgan bir tipke qarayagandaki şekilde qarashimiz lazımlığını men şu dersden keyinki ta'siratım şekilde men qabul qildim, his qildim yani bevosita. Endi mana bu ayollarninki mirosdagi farqi, anandaki guvohchilikdagi farqi qatorliq nurg'un farqlar bor yana. Mushu ayollarninki bir-birini tushunishga aloqador bo'lgan mazmunlar. Bununla hem de belki yeri kelgen çağda ayrım toxtalışımız mümkün. Benim de başka sualım yok hazırsa. Hoşçuluk. Benim asasım bu dersini algan demem şu. Valla tensevul pezle beynekum degen ayetin özümü aşın göstereceğim. Her ikisi özündeki yaratılış alayidliği var. Bu yani. Yaratılış alayidlikке hürmet kılış.
Aşı yaratılış alaylıkka layık hareket kılış, mecburiyetini öteş, bu şu nesneki üstü koyulgan nesi. Mesela ayal kişi ayal tug'ildi, hem de bu özüneki ayallık karta hareket kılış, ayallığın tunuş, itiraf kılış, bu özüne ait mühim nesi. Erler çökse, eğer boğanığı layık hareket kılış, o özüneki hususiyetine tunuş, bu naiti mühim nesi deyince. Şunun için hayvanatlar dünyasını görsek mi? Tiş söylen erkeğin oturası perdini aşağıda mı? Cık neresi biliriz o. Demek dünyada aşı neresi bozuldu mu şu kanuniyet? Yani ayal erinin ruhu çıktı. Eğer ayalın ruhu çıktı, bu ya bütün insaniyet tügül diyen gel. İnsaniyet cemiyet tügel şuna olan. Şunun için bu erkek neresi bu Schwarzenegger'in tuğduğuna hoşaş. Bundak bir işine o kısa, kablaşmaya gel misal. Tamam. Şunçilik qalan yana hayat tecrübesi okşumaydı iken insanın her birisi orijinal boğanlığı için, birisi okşumaydigan boğanlığı için özara ikisi bir öye kirgenden keyin ayallab turmuş başlagandan keyin özara hamkorlashish, kimini to'liqlash, epoqilish ish taraflarga sabr qilib, hayotini shunday davomlashtirsa, bunga ajr oladiganligini bir tajriba shaklida barbara qo'lga keltirsa, ziddiyetsiz bir hayot yaşayalaydı deb tushundim-da. Yani qağınlayan beşirden keçken kırındaşlar her kısmeti veya her bir vakalıka karta yeşimini izlese palanmada kıtkımın midaklı diğer şekilde emez. Çünkü hayatında böyle kettik her bireyle orijinal olanlar için onun meydan keltirip çıkargan her bir şerkite, fikir düşüncesi, karakteri hem nerse tamamen müstakil olduğunda okşamaydı ki hesapta. O muhtaç görünsün okşamaydı ki. Şuna aşın düşünüş lazım ki bizden emkarşı öteş bizge bir kelgen sınaqken. Elbette. Allah hayırlı. Bulunma insaniyet cemiyeti bekarak murakkep bağışıklı hayvanatlar cemiyetiyle nispeten. İnsaniyetdeki de adette birimizin boy turqi, urug' semizligi, chiroy shakli birimiz o'xshamagan o'xshash. Uniki xarakterimi, mijoz xulqimi o'xshamaydigan gap misolda. O'xshamagandan keyin u yerdagi keladigan, undan chiqadigan natijami o'xshamaydigan holat chiqadigan gap. Shu orqali erishmoqchi tepishmas degan o'zi bir gap bor. Jamiyatda shu qiz yigitlar orlashib yurib, andagi mijoz keladiganni topadigan gap o'ziga. Shunga o'tib qolganda u orqali baxtli bir oila qura oladigan gap. Agar o'zi tashni tayoq tangandak mijoz kelishmaydiganni o'zi ota-onasiga majburda sho'ladi yoki Oda yapırıp kalsa, toy qilib bersa, o bir mezgildan keyin bir o ajrashib ketgan gap, o aile bo'lmagan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, o'zining xirin tepish, o xirin topgandagi uning qadr-qimmatini bilish, qadrini qilishni bilish, bu nihoyatda muhim bir masala degan gap. Qadrini qilamadimi, qadr-qimmatini bilmadimi o'ziniki, har ikki birisi qadr-qimmatini bilmadimi, o aile bo'lmaydi degan gap. Ayette taptım ustaz. Ya eyyühellezine amenu inne min ezvacikum ve evladikum aduvul lekum. Baş ayet. Bu Tagabun suresinin 14. ayeti ki. Şunu bir düşündürüp koysunlar mı? Tagabun suresinin mi? Evet. Hangi ayet ki? 14. ayeti. 64. surenin 14. ayeti. 14. Evet. Bak, tesir kıldı bu ayet şu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu inne min ezvacikum ve evladikum aduwwan lekum fahzaruhum ve in ta'fu ve tesbahu ve tağfiru fe innallaha gafurur rahim. İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitnetu vallahu indehu ecrun azim degan. Boshqa ayetning nima desa?
Sizniki ayollarına, evlatlarına sizler için düşman bulup kalıştın ihtiyat kılanlar diyen gep bu. Düşmandır. Bunun ihtiyat kılanlar diyen emez. Tercüme etkinden kıldığını Moşundaq tercümede moşundaq yer hata kıldı köpünce yer. Benim anda Muhammed Salih Damallar'ın tercümesinde iyi müminler sizlerinin ayarlarınlardan, ballarınlardan sizlerge düşman bulduğallarımı var. Barıslar. Onlardan ihtiyat kılınlar. Aslında bu ayetteki mezmun ne mi diye vaxtda ya eyyühellezin amenu inne min ezvacikum ve evladikum aduven lekum fehzeruhum degenin özü ularniki sizlerge düşman bulup kalışını ihtiyat kılın degen ma'na bu. Bu ne mi diye vaxtda özünü onun qalaymagan özü hareket kılıp özünü uları düşman kılmagan degen gibi. Geldi ya? Evet. Lekin siz degan gap bilan o tercümedeki gap ikkisi o'xshamaydi hozircha. Bu yerda nurg'un ota-onalar bor. Misolda baljaqini o'zini dushman qilib olganchi. Ashunda qilishdan baljaqini o'zlariga, xotin bolalarni o'zlariga dushman qilishdan ehtiyot qiladi degan bu. Bu va in ta'fu va tasfahu va taghfiru degani o'z bu yer nima desa, ular o'tgan kamchilik, masalan, xatolik va kaza ishlar yutib turdi baljaq degandan. Unisida o'zi kechirib, afu qilib, ular davomli tasbih deganlar qo'l erishib ko'rish degan. Ular o'zlarini yaqin tutgan vaqtida ular shu vaqtda qanday qilsalar, o'zlarini dushman qilmaydigan holatni shakllantirgan bo'lsa deydi. Men mushunda qilsam Alloh taolo sizni gunohingni kechiradi degan o'zi nima desa, bunda qilish sizlar uchun bir savob degan gap. Balni yaxshi tarbiyalash savob degan ma'no chiqadi. Nimishqa bunda qiladi degan vaqtda innama amwalukum va avladukum fitnatun vallahu inda ajrun azim deganning o'zi sizniki baljaqanglar, pul mollaringlar sizlarga bir sinoq. Sizlar ashu masalan nayt odamning gapi kirmaydigan, aytadi yig'ash quloq bolalar bo'ladi-da ba'zancha. Aslida bo'lsa shu bolalarga chiroyli nasihatlarni qilib bergan vaqtda u yuriydi u bolalar. Odam bo'ladi-ku. Shuning o'zi nima desa shu jarayonda inson nurg'unlagan jafon tortganga uning uchun bir fitna deylik. İptila demay va fitna deylik. Nayt qattiq o'zi tavlinsizlar, jafochilar o'zi harakat qilganligi uchun bu vaqtda o'zi Alloh nayt katta ajr bersin sizlarga. Ajr berib degan nima desa $1 dollarni yoki bo'lmay oltinni tushirib ber degan gap emas bu. Katta ajr oldi Allohning dargohiga degan gapning o'zi bolani yaxshi tarbiyalab chiqqandan keyin u bola sizga asqardi, sizni gapingni qilgan bo'ldi, sizni gapingni kirgan bo'ldi degan bo'ldi endi. Ajrning o'zi degan bu. Xuddi ma doğru ma restiflarda manda ishlarga foyda qiladi, ammo manda tarafimi bor, diqqat qilgandek gapkinda bor. Alqi balla binas desa, adam yoshga vaqtida o'ngay terikliga bo'lib qoladi-ku. Lekin bu yerda inson alqi bo'lgan ballarniki ba'zan qiliqlari ota-onaga egri keladi-ku. Egri kelganligi uchun o'ngayli ota-ona terkib ballaga unda alqi qo'pol egri munda gaplarni qilib qolgan gap. Çünkü Allah Teala bu yer devamında siz o özü epucan bulup balanda bir hatalık ötkesin boptu bala ben bu hatalık ötkesindeki o hata karşı. Mandak kısa maaşın onu doğru oldu balam. De balık çırağını yapıp çırağını nasihat kılan vaxtda bu balı ne oldu diye vaxtda ata-onaga özü elki ziya yetkizmeydiğen bundak balı olgan gap o Allah'ın dergahındaki ecri aziminin özü ben müşahede olgan gap. Şu onunla qandaq nima qilish to'g'riliq va oyatning oxirida nayt nima debdi ayni. Va ma'noda ma tarjimada ma Abdulaziz nima debdi? O'qitaymi? Ey inanıp güvenenler, eşlerinizden ve çocuklarınızdan sizi düşman olanlar vardır. Onu izahlaptı aslında da onu okumayın. Ama bunun ayrıdaki yer
onlara karşı dikkatli olun. Eğer kusurlarını görmez, yeni bir sayfa açar ve onları bağışlarsınız. Yani bilin ki Allah da çok bağışlayan ve ikramı bol olandır. Daim sen onun küçücük yuvama ya ana da kılın, manıma da kılın demiş, bunu da kılın. Ya bazı nesli köyemezki hissedip şundan ya. Ötep kelsen bu buludu demek çok mu yerde? Bunu deyince ben bunun özellikle balığıyla bekkarım olmasın diyendek mandak manamı çıkartıyor. Balığını bekkarım olmasın keşke gözü kırmam zaten o balık kambos kıldı onun özü onda. Bu ayetin öz aşı məqsini diye vaxtda balığınki sizler düşman bu karışıdın sizler ehtiyat kılama diyenlik ahırızda ulanıki uşak işlerini keçirip nima bu qilib unudagin tasfahu degan nihoyatda muhim bir narsa bu yana. Vallahi yenilar tatib degan qo'lni ko'rishmasan atiyani qo'y vaqtida günaydın deb ballig'ichi xayrlik atigan deb ballig'i adakini yenilar tassanglar u vaqtda uniki ajrisini ko'rsin degan ma'no chiqdi oxirgi. Alloh inda ajrini azim deganning o'zi aşağı bordi misol. Aşı tasfahu siz degan tasfahu ne? Bu ayetім aşıdan da tercüme. Yeni bet etçiş deb tercüme qildi. Sahife işlepti de. Yeni bir sahife etçiş deb. Tamam. Allah razı olsun. Da olsa bugün ki başka sual olmasa saat 11:20 tepti mi yedi? Şu bir yarım saat yıkım kaldı de. Da olsa mişete tügüdüler. Mişet toxtullar. Mişet toxtullar. Assalamu alaikum. Qadirli qarindoshlar, bugünkü programның ahırı kelib qoldik. İstanbulda ve keç saatlar bo'lib ketdi. Bir 10-20 keyinroq boshlab qoldik onun ustiga. Tema aile temasi mengülik tema. Eğer ayol temasi bu şu. Bunu keşke so'zlasak so'zlab tugatolmaymiz. Yillarcha vaqtimiz ketadi. Şunlaşqa bunu şu dairde biraz düşünüp qağında özümüzün izlenişiga qo'ysak, biz özümüz biladigan tillardagi yaxshi tushuniladigan tillardagi Qur'oni Kerim ve onu tushuntirgan kitoblarni ko'rib, eng birinchisi Qur'onning shu boshdan oyoq özümüz tushunadigan tillarda tushunib, tushunishga tirishsak buni inşallah yüzümüzden hak hukuklarını elbette Allah Subhanahu Teala belgilep bergen şu belgilemelerini Kur'an'dan tapalayımız. Hemen ki yaxşı izlenişine diqqətinizə sunumuz qadirli qarindoshlar. İnşallah 30. sonda kişiler hafta yine düşen günü yani şu saatlerde görüşeyle Allah'ın özüge amanet bulunlar. Rahmet ustaz. Allah emanet. Silik ve rahmet pidayla ikramına bizge hazırlayıp gelmek için Allah'ın özüge amanet. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.